Ba'zi odamlar namoz o'qiydi. Namoz o'qiyotganda labi qimirlamaydi. U namoz bo'lmaydi. Eng kamida o'zingiz eshitishingiz kerak qiroat. Harflar talaffuz bo'lib, o'sha harf o'zingizga eshitilishi kerak. Yondagi odamga xalaqit qilmaysiz. Jahli pichir-pichir qilib yondagi odamga xalaqit qilsa ham bo'lmaydi. Lekin o'zingiz eshitadigan darajada, o'zingiz tuyadigan darajada talaffuz bo'lishi kerak. Keyin maxfiy namozda nafasni ichiga olayotib qiroat qilmaslik kerak. Nafasni olib chiqarayotib o'qish kerak. Ba'zida shunaqa holat kuzatiladi. Bekataveradi. Nafas kiryapsa ham o'qiradi, chiqyapsa ham o'qiradi. U talaffuz, to'g'ri talaffuz bo'lmaydi. Nafasni olasiz, bir jumla, ikki jumla o'qiysiz, nafas tugasa ikkinchi nafasni olib, yana faqat tashqariga qiroat qilish kerak. Ichiga qiroat qilinmaydi. Bu mana maxfiy namoz va maxfiy zikrlarga tegishli narsa. Agar lab qimirlamasa, tunov kuni men ko'zim tushdi kimgadir, mana shunaqa turadiganlar bor. Shuna turaveradi. Shu yotib turaveradi. U namoz bo'lmaydi, u til qimirlamasa namoz bo'lmaydi.